Ha? Assalomualaykum. Yaxshimisiz? Assalomualaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Kimikine to'yga ketdik ekanmiz bugun? Odilbek to'q. Alın yaxshi sağlık olsun. Salomatlik olsun. Mana bugun eng yaxshi quvonch kunda shu ukamning to'yida o'tiribmiz. Shu kelin baxtli bo'lsin degan shu kunlardan biroq 5 to'ylardan o'ynab kelib o'tirganmiz. O'zingiz ham ishlaringizda omad. Sog' salomat yurgaysiz. Ay sağlık salomatlikdan shu xotirjamlikdan keyin şu boqsada tarix boylagan saynasi baxtı nesi bola chaqasi bilan shu yerda ko'p o'yin uchun o'z uchun ulg'aysin ish qilib shu elatga qo'shilib qarashib shu yerda o'ynab o'sib kelin emas qiz bo'lib yashayversin. Ha, salomat. Baxtli bo'lsin. Endigi shu yillardan buraq beshik to'y bo'lsin. Ha, biz ustam o'tiribdik-ku, Xorazm televideniyasining faxriy operatorlaridan birisi. Ha, aynan. Ayting. Rustam Sultonov. Muhakkak kesin kararlarına, hizmetlere bulunsun, oğlu kızı çok olsun, ömürleri uzak olsun. Ha, salomat olun. Odilbek ukamning gelin to'y ekan bugun Xudoyim qutlug' qadam bilan kelgan bo'lsin shu gelin Xudoyim oyog'i yarashsin. Shunday ilotimizda har kun Xudoyim to'y bo'lg'ay. Bu bize yazdırıp bana taşımıyor olmaz ya. Kim? Saparmat mı? Soniyatır koydun. Yazgan bo'lsam bo'ldi. Bu Odil to'q degan. Ha. Odil to'q. Nece degan? Ya xo'jalarning yezdasi. Shu gelin bilan tabriklaymiz desa shu Odil to'qni 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'sha qaraslar xizmatlari buyursin. Ha, çay kaynatmışlar ha? Malades. Ha, hizmet etmişler. Kacigarlık kılıp ha? Hmm.